Bayıqı şönken qilish maharatining hayvisimi? Deganlaringning hammasi quruq gap. Bunimi so'rash ketamdi. Buningda mahorat egasining saviyasiga qarash kerak. Ammo bayıqidek kumpini men endi qilolmayman-ku deyman. G'azabing besilgan tursa, mashq qiluvchining yetti kayfiyat olti havasimi kuchning manbasi bo'la oladi. Bu misol nemishqa sehrni mashq qilganda yurakni mashqlantirish kerak deyiladi. Yurakni mashq qildirish deganlik o'zining kayfiyatini kontrol qilish kerak deganlikdir. Shunga ularni muvofiq bo'lganda ishlatish kerak. Og'amning biladiganlari haqiqatan ko'pkan, har qanday masala sizni to'sib qololmaydi ekan, shundoqmi? Sizlar Pyamyo cho'qqisidagilarning ammo Pyamyo avliyasining yuragi deydigan gumpanglar bor. O'zingga tava narsalarni bilmaydigan o'xshamamsan. Bo'ldi, yana bir kelaylik. Sizning meni g'azabga keltirish uchun shunday qilganingizni bilib qoldim. Shung endi men g'azablanmasligim mumkin. Buningdan sening ansirishingning hojati yo'q. Talbi bo'lmasanglar, uning mening amalim bor. Masalan, urush degandek. Bugün xeyli ko'p narsalarni bilib oldim. Bu bodak men o'ylagandimmi kuchlikkan. Bir tushdan keyin oz deganda 20 qatim noiti mukammal bo'lgan shuntiya mahoratini ko'rsatdi. Faqat bir qatimda qasddan o'zimni tutib edim. Uning zarbasidan so'ngaklarim ajrab ketayli dedi. Shuning bilan bir vaqtda badanimga tarigan Wushan kompasining so'ngakni kuchlantirish ko'malachining ta'sirini his qila oldim. Avval so'ngaklarimning qat-qatiga o'tgandek, ondan keyin shunday bir salqin sezim so'ngaklarim orqali vujudimga kirgandek bo'ldi. Kuchli zarbaga uchragandan keyin badanlarim texnik kuchlandi. Shundaqla 8-bosqichdagi Wushan jangu mahoratining haqiqiy javhirini qabul qilgandek bo'ldim. Ajiba bu ustoz menga badan ichini ko'rish mahoratini egillagandan keyin ondan o'zingning tavlanish natijangni ko'ra olaysan dedi. Endi meni ko'zga ilmayapsan. Ammo ichini ko'rish kompasi avliyolarning kompasi emas, odatdagi odamlarni o'rganalaydi, shundaq-ku? Bildim. Ko'rib baqay. Bu bo'g'ini sendek sehrli yıldızning ichidan nimalar bor? Men bunga qiziqib turatdim. Men baya ichimdagi yalni sanga yetkizdim. Bunun bilan sendeki pallalar g'idiqlanadi. Hozir menga agishib nafas ol. Nimani ko'rding? Yo'l. Nurg'ulg'an yo'llarni ko'rdim. Qayerga tutishidi ekan? Qiyos qilish tas. Qorong'ulikdan boshlandi ekan. Hozir sen ko'rgan aşı yo'llar qon tomirlaring bo'ladi. Demakchi bo'g'iningiz birinchi qatimdagi ichini ko'rishdi, yiroqni ko'rgil bo'lmaydi. Men u yo'llarning ichidagi bir yo'l bilan men baqdim. Ammo nimani qilmay yana joyimga qaytib kelib o'taman.
Mana bu sening 2 yil doğruğa çılanğınыңның natijasi. Burunqi silishtirganda qan tomirlaring ravon bo'lgan. Shunga nafaslaringmi teningda erkin holatda yuralaydi. Asli mundaq kanda. Mushu ichini ko'rish kompisi hisoblanamda. Hardingmi? Xotirjam bo'l. Birinchi qatimki vaqt uzun bo'lmaydi. İlahi kuch xo'raydi emasmi? Ha, tushundim. Birinchi qatimliq emasmi? Vaqti albatta qisqa bo'ladi. Keyingi qatimliq ish odamning taqozolik bilan kuting emas, ha? Yo'qol! Vaqt haqiqatan odamni saqlab turmaydi ekan. Yana birdamdila bir oy o'tib ketdi. Çata oldu. Kompa məşq qilman deb ikki qo'limdan ayrilib qag'ili tasliq qoldim. Nimachi kuchab ketganda men. Yana xo'shalg'isan? Dal mushundaq pari-pari bo'lgandila, so'ngakni kuchlantirish to'g'risining roli haqiqatan unumini ko'rsatdi. Qaraganda bu Wushan Jango maharatining haqiqiy mastanisiga aylanibsan-da. Ammo bu texi yetarlik emas, Soltak. Haris, biz ishini ko'rish gumpisini ishlab baqayli. Bir oydan buyon sen ko'p tirishchilik ko'rsatding. Gumpanga qachon ko'p ilgirlab ketdi. Demakchi bo'g'nim texim ko'p narsalarni ko'ralaydigan holatga yetding. Yo'lning beshi 10 necha, yo'q, 100 necha osmonga taqashgan to'rikkan. Xuddi o'tkir qilishdek tikmi-tik turibdi. Ularning orasidagi bir nechasi navbat bilan oltin ranglik nur chaqnatib turadi ekan. O qashtish to'riklar, so'ngakdan nur chaqnaganlik, tavlanishingning dastlabki natijasining ko'rilganligidandir. Mundaq kanda. Ustozning qo'l yozmasida yozilishicha, badandagi baharliq 2 necha tal so'ngakdan nur chiqadi ekan. 8-bosqichda asosan vazifa tamom bo'ladi ekan. 8-bosqichdan keyin yalni badanga kirgizishni o'rgansang bo'ladi. Senda xislat yıldızning Wushan gumpisini bo'ysundirishingga nayta asla vaqt qolgandek qiladi. Siz degandek oson bo'lmasmikin? Hozir nur chaqnayotgan so'ngaklar faqat 4-5 kilo yetadi. Tozimi yaramazkansan. Men texi amdi ko'zimni ichib oladigan bo'ldim debdikanman. Bu gapingiz bilan men yaqindan buyon o'zimni toza kuchimgandek his qilyapman. Haras. Mening esimga nayta azoda bo'lgan bir ko'ngil ichish maydoni kelyapti. Tarmoq do'kon ochamsizlar? Bu 2 yildan buyon biz bu yerda tirishib ishladik, ammo bunday ketaversak nomimizni boshqalarga tanishtirolmoqdak emas. Avliyolik yo'lini tashlagan uchimizga nisbatan faqat bir do'konning xo'jayini bo'lgandila ondan to'kilgan yuzimizni ozroq bo'lsin asliga keltirishga fursat bo'ladi. Murodimizga yetkazsangiz oyoq xo'jayin. Wanglu og'a, bugun g'azab orqali gumpi mashq qilamdik, Gumpi mashq qilishga oldirmayli. Oldi bilan yaxshi narsalar bilan qo'saqni to'qlayli. Bugun oyoq ochim demag'andi. Mening da'vatqanim yaxshi narsa. Sho'yoq cho'qqisidagi yot mazhablar oshpazlik boramdik. O'tinib qolay. Sho'yoq cho'qqisida yeydigan yaxshi narsalar bormi-ti? Bugun biz tog'dan tushamiz. Tog'dan tushamdik, ammo u yerda yeydigan yaxshi narsa va oshpazlikning borlig'ini olmabdi ekanman. Bu qatim tog'dan tushib, bir qiz bilan ko'rishimiz. Qiz bola, Wanglu og'a acaba meni, ammo men texi 14 yosh tursam, bunda qilsak bo'ladimi? Bo'ladimi og'a? Yo'q, buni qilsam bu do'konga kirmayman. Bu yana ayol xo'jayini bekli qo'rqinishliq. Yo'q. Qalayim qabidirlama. Yuvashroq bo'l shoshqa. Ayol xo'jayin. Yo'q. Demag'in o'xshamamdi. Sirtga nima varangchiring bu? Bu bir necha kunda tijorat qilmaymiz, aramaldiq. Ohoy, yeydigan narsani ekkan o'xshamamsan? Necha kun burun sizni yaxshi joyga boshlab boraman demagan edim. Tez qo'rma tayyorlang, yegash paranglashimiz. Ko'plik-ku, go'shqini. Bu bir necha kundan buyon tijorat qilmag'ashqa xuruj kirgizmagan deyding bo'lsa-ya, bo'lmasa yo'qol. Meni izlaydigan bir ishing bormidi? Tavlanishning natijasini ko'rib baqadigan eng yaxshi usul sinaq qatnashish to'g'rimi? Shunga mening yana bir qatim Chingyun cho'qqisiga borg'im bor. Bu qatim bizga kim yetakchilik qiladi ekan? Bizga atrat boshlig'ining lozimi yo'q. Faqat uchimizla boramiz. Ya'ni jang e'lon qilish usulida boramiz. Hamma sharoitlar bizga foydasi bo'lgan ahvol ostida vazifani cho'qim o'rinlaymiz. Ammo mening bekorga o'zimni o'limga tutib bergim yo'q.
Necha kun burun men yu ham saboq ochsinglarni ko'rgan vaqtda ularga sizlabek umoq ko'nglinglarda birasi bormi deganda Ondunchu, Mən batır, yenilikqa intiladigan, hırs qila oladigan g'ayis balani yoqtiraman. Mən omaq yumurluqlarni yoqtiraman. Oğa, mən hazırlı jangga atlanıp özümni yengishga tirishimman. Vaha, fen tag'am nima degan kelishgan? Sizlarning yerim kuni olaqshig'ininglarning menga hech foydasi yo'q taqiladi-ku. Menga jug'lanma nomerining lozimi yo'q. Dukanimdagi ishlarimni aytda aldirash. Aldirash? Hozir aramabsiz-ku mana. Aldingi qatam men ustoz bilan qimmatli narsalarni yiqqan vaqtimda bekli aldirib qolg'ashqa, yig'ishga ulgurmay qolganlari qilib qolgan. Qo'lingizga chiqqan necha 10 talmo sizning bir yil yetib yishingizga yetadi. Ma'qul. Bu samimiyatni yerda qo'ysam bo'lmas. Yo'lga chiqaylik. Nima? Bu yerda zodi nemish bo'lgandi? Sizlar zodi nemish qilyapsizlar? To'yan kentda yo'q bo'ldimi? Bu mashq maydoni bo'lamdi ekan. Siz faqat hayron bo'lmagandek turibsiz-ku. Yaxshi, odamlar to'liq yig'ilib bo'ldi. Vaqtini bir haftadan keyinga bekitaylik. Bir hafta? Hazırlamağımız deyishgan-ku. Men Wuchang jango mahoratini mashq qilib 8-bosqichning eng oxirgi o'tkiriga keldim. Men mushu bir hafta vaqtning ichida bu o'tkirni yutib bo'lmoqchi. Ammo bir ish yuzmaslikni oldini olish uchun Tumar? ustoz burun menga eng oxirgi o'tkirga kelganda mening badanimda g'oyat zo'r o'zgarishlar bo'ladiganligini, shuning uchun u chaqda mening yenimda kuch bilan mendagi o'zgarishlarni besib turadigan odamning bo'lishining nihoyat muhimligini aytgan. Shunga Meni Tumar bo'ling demoqchimi? to'g'ri. Shunga bu bir necha kungacha sizni yana avar qiladigan bo'ldim. Ma'qul. Menimi darajasi ko'tarilgan Wuchang gumpisining oxirida qancha yomon bo'lib ketadiganligini ko'rib boqimba. Bo'pti, mushayat qilib qilinglar. Ammo bir masala bor. Qanday masala? Har qatim men uxlayotgan chaqda kelib meni avar qilma. Keyingi 5 kunda Wanglo Roja o'tongning eng esil hujrasida turdi. Vaqtida dori ichib, qonni tangshab, eng oxirgi o'tgan uchun yaxshi tayyorlik qildi. Hozir 200 necha tal so'ngakning hammasi degidek nur chaqnibdi. Nafasni kontrol qilish orqali ularni o'xshash ritmda chaqnatganda javobi o'zligidan chiqadi ekan. Ammo buni qilish hargiz oson emas. Ham qanchalik saqlasam, ondan muvaffaqiyat qozona oladiganligimni bilmayman. Sinab baxmoqdan boshqa amalim yo'q. Wanglo. Qop-qorong'uda butunlay. Yangi bo'lgan nur manbasidan biri paydo bo'ldi. 200 necha tal qoshtash to'rik o'xshash yorug'lik chiqarish bilan bir vaqtda yangi so'ngakdan birisi paydo bo'lib, nihoyatda kuchli nur tarqatdi. Buni bilan qorong'ulik yo'rdi. Buning nuri xuddi yep-yangi hayotlikdek nafas ilyotdi. Men tushundim. Bu qilish hargizmi mundaqla paydo bo'lmagan. Balki 200 necha tal so'ngakning o'xshash nur chaqintishi bilan paydo bo'lgan energiyadan hosil bo'lgan qilishgan. Bekli og'rib ketdi. Bu so'ngaklar bir qatam nur chaqnatganda butun badanim qattiq og'rib ketyotdi. Bu og'riq hozirgacha paydo bo'lgan har qanday og'riqdan yomonkan. Bu qilish xuddi hammasidan ustun paydo bo'lgandekla boshqalari uningga ergashyotdi. Bu da emas. U texi mening badanimning kontrolligiga bo'ysunmayotganda qiladi. Hech nima bo'lmagansan. Vazirning menga yordam qilganiga hech qalla. Bu tamg'a Chinvangning tamg'isimi qandaq? Ha. Qarmoq shundoq yaxshi ko'rinyapsan. 2 yil bekaga do'rliq suvga chilanmabsan, jimi? Jang e'lon qilish usuli uning ustiga etrat boshlig'ining lozimi yo'q-da. Chaqchaq qilyapsan. O'zingni Yo'run Sulton deb qoldingmi? Ha? Materialda aniq yozilgan-ku. Mening ismim Wanglo, Wuchang gumpisining haqiqiy varisi. Bilaman. Sen 2 yil burun xuddi mo'jizdek mazhabga qabul qilingan haqiqiy varis.
Ammo qoida degan qoida. Yetakching yo'qkan, uning ustiga materialmi to'liq emaskan. Sening tizimni tish talipingga men qo'shilmayman. Bu degan lingchi cho'qsi. O'zingni bu yerda cho'nchaqlab, menga besim qilaman deymi? Bakla hayajonlanib ketdingizmi qandaq? Men unda qilishni asla o'ylab baxmadim. Yetakchiga meni yezib qo'ysangiz-da bo'lmadimi, ha? Anda bu yerga tamg'i besib berasiz. Sınaqda yetakchi bo'lish uchun yil mashqining 6-darsiga erishgan bo'lish kerak. Bu xislatlik Shamshar mazhabining qoida tuzumlari qatorida nihoyat aniq yozilgan. Hozirgi darajada texi badan mashq qilib tursa, yil kirgizishni bilmaydigan sen haqchan. Ohoy, qoidani bak yaxshi yodlabsiz, ha? Afsus. Hozir oldingizda turg'ini xislatlik Shamshar mazhabidagi eng munavvar o'quvchi. Qoidaning 3-bob 14-modda 3-tarmog'ida navoda jang e'lon qiluvchi sinab qatnashishni talab qilsa, yetakchining materialining lozimi yo'q deyilgan. Popoz qilma, men qoida so'zlashga boldirlik qilsan. Navoda sinab qatnashgan bo'lsa, mazhabdagi dars beradigan o'qituvchi darajalarning ma'qulligini elishing kerak. Tianjin tangdagi 5-oqsoqolning tamg'isi mana. Endi qo'polgandi. Bu qanday mumkin bo'lsin? Atamaning ko'zayni taqmaslikqa ruxsatganu, mening ustozim tamg'isini unutib qolsa bo'lmamdikan? Yana bo'lmamda? Oqsoqolning nomi bilan tahdid seni otamsan. To'g'ri, seni qo'rqamdi, qo'rqmamdi deb sinab yiqotaman. Shunga boshliq xo'jakonga ma'qul bo'lsang bo'ladi. Iltimosga jang e'lon qiluvchining ismini yozsa, sehr mudofiyasidan gap yo'q, o'tkida bo'ladi-ku, ha? Apla, bir ishni hozircha bilmay yuribdiman. Ayol xo'jayinning ismi nima-di? Gerçi bu 2 yildan buyon uning oz bo'lmagan iltifotiga erishgan bo'lsam-mu, uning ismining nimaligini so'ramabdiman emasmi? Bakli xato qilibdiman. Ustoz uni doim Shaolin Er deb ataydigan. Ammo bu uning aklatma ismi. Mushu fursatdan foydalanib bir so'rab olsam bo'g'idek. Biz bu yerda. Ha. Nimandaq misildaydigan sen? Mening hozirla u taqib berib hamma narsani yig'ib kelgim kelyapti-du. Odat xislatlik Shamshar mazhabiga odatga odamlarni kirishi ma'ni qilinadi. Ammo ayol xo'jayini buning sirtida ekan. Taq chiqishdan bo'ron qiladigan bir ish bor. Bu lingchi cho'qqisidagi munosabatli kishilarning bergan taq chiqish ijozatnomasi. Bunaga to'liq qismi yozilishi kerak ekan. To'liq yozilmasa kuchga ega bo'lmaydi ekan. Ling xatini yozsangmi bo'ldi? Faqat shu ling xatilimi? Familiyachi? Familiyam yo'q. Qaltismi ekanman? Chaqchaq qilmayotgansiz, ha? Bunaga cho'qim to'liq qismi yozilishi kerak ekan. Bo'lmasa kuchga ega bo'lmaydi. Xotirjam bo'l. Men sening unnas bosqir ustozingga o'xshamayman. Senga hargiz o'rga olmayman. Ayol xo'jayin, sizning Armakovaning ismiga o'xshaydigan ismingiz yuqori kompisi va o'zingizga faqatla moslashmabdi. Bo'lmasa sizning ismingiz Wang Xiaolin bo'lsin. 3 yil bo'ldi-ku deyman. Bu qitim Iroq safar qilib qaytib kelgan 7-oqsoqol cho'qim oz bo'lmagan natijalar bilan keldi. Ham nurg'un issiq sovuqlar beshidan o'tgandi. Ammo bu Tangyun sehri yuqori palliga yetib, oxirlashish bosqichiga kirdi. 7-oqsoqolning tug'mi zerakligi bilan 100 yil burun kim uning bugungidek utuqlarga erishishini o'ylagan? 100 yil burun o sizdan boshqa hech qaysimizning ko'ziga sig'magan edi. Mana endi og'zimizni ichib qarab qoldik. Ayni chaqda mamo bir ishinib, bir ishonmagan. Uning haqiqiy talant egisi ekanligiga ishongan birdan-bir odam faqat Wang Bo edi. Yettinchi oqsoqol, yiroq joylarga berib, jabbo chekdingiz. Ataman, Yo'yishi oqsoqol, Fanxa oqsoqol. Sizlarni bu yerda saqlatib qo'yganimdan to'liq xijilman. Asli boshqa oqsoqollarning hammasi kas to'g'ri bo'ladi. Ammo ularning qiladigan ish chiqib qopti. Bundaq takalluf qilishning hojati yo'q. Qoyun oqsoqol sizni qarshi siyofda o'rlashtirdi. Bu xotirjam bo'ling. Sizning talafingiz bo'yicha uncha hashamatlik qilmadik. Yo'lda ko'rgan anglaganlaringizni bizga tafsiliy deb bering. Shundaq. Bu qitim sheyga berib, uydagilarni topa oldingizmi? Topamadim. Ammo uning o'xshash kichik qabilaning 50 necha yil mavjud bo'lib tura oladiganligini men allburun ko'nglimda o'ylab qo'ygan. Ammo o'xshash qavmdagilarni men ko'p ko'rdim. Nihoyat qiyin sharoitda ham namrat,
ham jafoliq yashab etibdi. Hammali odam menga o'xshash ta'laylik holda Vangu oqsoqol va boshqa og'a inilarimdek yaxshi odamlarning yordamiga erishamaydi ekan. Kechiringlar, bundaq ko'ngilni yerim qiladigan gaplarni deyishmayli. Haras. Bu Çingyun cho'qqisining xaritasi. Oldingizda to'liq xijilman. Men Çingyun cho'qqisiga yaxshi qarayammidim. Demakchi bo'lganingiz Vangu oqsoqolning ishimi bunchalik kichik ishlar tilga ilishga arzimaydi. Yana birasi, Çingyun cho'qqisining cheklangan rayoniga kirdimi nima? Sholingar, u bu yerda nima qilgandi? Uni ustiga Vangu bilan birga kel. Hey, Vangu degan soltak. Sholingarda boshqa nima qilyapsan? Ammo ular hech nima qilmagan tursa. Ajab ochiqlik. 7-chi oqsoqol, sizning xabaringiz yo'q. 7-chi oqsoqol, sizdan xabaringiz yo'q. Bu necha yildan buyon men yulduzlarga qarab pol selib kelgusini ko'ralaydigan saviyaga yetdim. Navoda bu olayda yasalgan ko'ylon ko'zoynagini taqamasam, boshqa har xil hodisalar ko'zimga ko'rinadi. Kelgusida nurg'un ishlar yuz berdi. Ammo zodi qaysi rost shundoq bo'ladi, uni men bilmayman. Boya Sholingar kirib ketgan taqda bundan keyin bo'lgan nurg'un ishlarni ko'rdim. Ammo nimishqa bundaq modest sehrini o'rganasiz? 7-chi oqsoqol o'ylab boqmamsiz. U atamonlik huquqini butunlay qo'lga ep bo'lgandan keyin Navoda raqibiga uchrab qolsa, oldin mushu sehr orqali oldin ko'rarlik bilan tadbir qo'llanadi emasmi? Undaqda jahonda tangdarsiz bo'ladi ekanda. Hech qanday odam atamonning qo'lidan huquqini tortib olmaydi ekan. Undaqmi emas, buni mashq qilmoqmi o'ng'ay emas. Ammo gapimizga kelsak, Vangu hozir nima qilyotgandi? Barakallah! Qalti!